Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'plab salovatlar aytib, Rasulullohga muqarrab, Rasulullohga loyiq ummat bo'lishimizni, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga nomlarimiz zikr qilinishini Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Alloh taolo muborak qilsin bu kechalarni hammamizga, bu kunlarni Alloh taolo maqbul ibodatlar nasib qilsin hammamizga. Azizlar, muborak kechalarda, muborak kunlarda yashayapmiz. Nafahatulloh, Alloh taoloning muborak bir kunlarni shukuhida yashayapmiz. Rahmatlari nozil bo'layotgan, har kecha, har kun ko'plab boshqa kecha kunduzlardan farqli o'laroq ko'plab rahmatlar nozil bo'layotgan tunlarda, shunday kunlarda yashayapmiz. Bu fursatlarni g'animat bilishimiz kerak. Biz tavba oyi, Ramazon oyida, sabr oyi bo'lmish Ramazon oyida, istiqomat oyi bo'lmish Ramazon oyida yashayapmiz, kun o'tkazyapmiz. Alloh taolo barchamizga tavba qilishni, istiqomatda bo'lishni nasib qilsin. Kechagi suhbatimizda tavba haqida gapirdik azizlar. Tavba, biz aytdikki, inson qilgan gunohlaridan qaytishligi, o'zi chiqib ketgan insoniy doiradan, insoniylikdan, bandalikdan qaytib, yana o'sha bandalik doirasiga qaytishligi, kirishligidir tavba. Alloh taolo bizni shunday bir o'zimizga, bandaligimizga xos tarzda ko'rsatmalar berib qo'ygan, shunday yaratgan. O'sha bandalik doirasidan chiqib ketsak, insoniylikdan ham chiqamiz, fitratdan ham chiqamiz. Shuning uchun insoniylikka, o'zimizning fitratimizga, o'zimizning muhtoj bir inson, muhtoj bir banda ekanligimiz doirasiga qaytishimiz kerak. Allohga qaytishlik bilan, tavba qilishlik bilan mana shu joyga qaytamiz. Biz aytdikki, tavba inson gunohlarini eslashligi, gunohlaridan chin dildan pushaymon bo'lishligi, Alloh taologa istig'for aytishligi, qaytib bu gunohni qilmaslikka va'da berishligi, azmu qaror qilishligi dedik. Shu bilan birga agar insoniy haq-huquqlar qolib ketgan bo'lsa, bo'yniga kim bilandir urushgan, janjal qilgan bo'lsa, kimnidir aldagan bo'lsa, so'kkan bo'lsa, urgan bo'lsa, zulm qilgan bo'lsa, kimnidir haqqini yegan bo'lsa, molini tortib olgan bo'lsa, bu narsalarni aytib, undan kechirim so'rab, kerak bo'lsa o'sha molini qaytarishlik bilan, olgan narsalarni egalariga yetkazib berishlik bilan undan rozilik so'rash kerak, orani ochiq qilishligi, bu tavba dedik. Tavba oddiy narsa emas. Tavba boya aytganimizda insoniylikka qaytish, Alloh taologa qaytish, Alloh taolo insonni qo'ygan o'rniga, o'sha yaratgan doirasiga qaytib, o'sha joyga kirishlik, insonni inson bo'lishligi tavba. Endi tavbani ushlab qolishlik uchun, tavba qilib mana shu doiraga kirdimi, insoniylikka qaytdimi, buni ushlab qolishlik kerak. Ertaga yana gunohga qaytavermaslik kerak. Buni ushlab qolishlikni istiqomat deydi. Istiqomat degani to'g'ri yo'lda turishlik degani. Istiqomatni ta'rifida aytishadiki, as-sayru fi wasatil jaddah wal i'tidalu fil aqwali wal af'ali wal ahwal. Yo'lning o'rtasida turishlik, yo'lning o'rtasidan yurishlik, qavulda ham, ya'ni so'zda ham, qilayotgan ishda ham, inson tushadigan o'zining holatlarida ham mu'tadil bo'lishlik, to'g'ri bo'lishlik, bu istiqomat deyiladi, deydi. Istiqomat inson shariat doirasida turishligi istiqomat. To'g'ri yo'lda turishlikni istiqomat deydi. Istiqomatda bo'lishlik uchun inson tavba qilgandan keyingi maqom hisoblanadi bu. Tavba qilgandan keyin biz Ramazon oyida tavba qilishga kelishib oldik. Barchamiz Alloh taologa tavba qilamiz. Barcha gunohlarimizdan tavba qilamiz. Endi shu gunohlarga qaytmaslik uchun gunohdan biroz uzoqroq joyga kelishimiz kerak. Gunohlar Alloh taolo chizgan chiziq, hudud, Alloh taolo belgilagan chegara gunohlar hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deydilar? Ala va inna likulli malikin hima.
Bilib qo'yinglar, har bir podshohning o'zi chizgan chegarasi bor. Va inna himallohi maharimu. Alloh taoloning chegarasi harom qilgan narsalari. Mana shu harom chizig'i bilan chizilgan, u tomonga o'tilsa harom. Endi istiqomat degani mana shu haromni chizig'igacha yaqin kelib yurishlik emas, yo'lning o'rtasidan yurishlik istiqomat. Shariatning yo'li keng, ikki tomon chiziq chizilgan, yo'lni chekkasiga borishlik, o'sha chiziqqa yaqinlashishlik, haromga yaqinlashishlik hisoblanadi. Istiqomat mana bu haromga yaqin yo'llardan ham yurish emas, balki yo'lning o'rtasida yurishlik istiqomat. Shuning uchun istiqomatda, ya'ni to'g'ri yo'lda turishni istagan inson mana bu chizilgan chiziqqa ham yaqin kelmasligi kerak. Chizilgan chiziqqa yaqin joyda shubhaning chizig'i boshlanadi, shubhaning maydoni boshlanadi. Xuddi davlatlar o'rtasidagi chegara maydonda bir shunaqa joy bor. U davlatniki ham emas, bu davlatniki ham emas, bir 50 metr, 100 metr joy qo'yadi. Bu yoqdan ham setka tortgan, bu yoqdan ham chambarak tortgan, ikkala tarafdan ham o'rtadan o'tishga qo'ymaydi. Bir ma'lum bir miqdor joyni, masofani saqlaydi. O'shandan ham o'tish mumkin emas. Mana shu shubhaning maydoni o'sha. Shubhaga yaqinlashmaslik istiqomatda turishlik hisoblanadi. Mana shunday istiqomatda turishlik uchun demak haromga yaqin bormaslik kerak inson. Tavba bilan biz to'g'ri yo'lga qaytdik. Endi shu to'g'ri yo'lda sobit turish uchun haromga yaqin bormasligimiz kerak. Haromga yaqin boruvchi yo'llardan uzoq bo'lishimiz kerak. Alloh taolo bandaga tavba ne'matini bersa, bu ham katta ne'mat. Qalbiga nur solgan bo'ladi. Qalbiga nur solgan bo'ladi. Endi tilka hududullohi fala ta'taduha. Mana shu oyatga amal qilish kerak banda endi. Bu Allohning chegaralaridir, bundan o'tmanglar deyapti. Tavba qilgan odam Allohning chegaralarini bilsin. Nima desak xato bo'ladi, qaysi gap xato, qaysi fe'l, qaysi ish va harakat xato, buni bilishimiz kerak. Fala ta'taduha, bundan o'tmanglar deydi Alloh taolo. Bu chegaradan o'tmanglar. Bu tavba maqomidagi insonlarning shiori bo'lishi kerak. Endi istiqomatga, to'g'ri yo'lga, yo'lni o'rtasiga tushdimi, namozlari o'z joyida, ro'zasi o'z joyida. Ro'zani ham ixlos bilan, iymon bilan, Alloh taoloni bu ko'rsatmasi deb, Alloh taolo roziligi uchun tutyapman deb, imkon qadar har bir ishini ham ro'zaga muvofiq qilishga harakat qilyapti. Demak, istiqomatda u inson, istiqomatda bo'lgan kishi namozni ham xuddi shunday xushu bilan, huzu bilan o'qiyapti. Birovga bir yaxshilik qilsa, umuman minnat xayoliga ham kelmayapti, xayr ehson qilyapti, tamom shu bilan unutyapti. Alloh menga bergan buni, men Allohning bandalariga beryapman. Mana shunday qilyaptimi? Demak, u odam istiqomatda. Endi istiqomatni saqlab qolishlik uchun Alloh taoloning kalomi tilka hududullohi fala taqrabuha degan oyatga amal qilish kerak. Tavbaga fala ta'taduha, ya'ni hozir istiqomatga qaytgan kishi, bu Allohning chegarasi, bundan o'tmanglar. Istiqomatga kirgandan keyin tilka hududullohi fala taqrabuha, bu Allohning chegaralaridir, bunga yaqin kelmanglar degan oyatga amal qilish kerak deydi ustozlar. Ruhiy tarbiya ustozlar mana shu oyat istiqomatdagilarning shiori bo'lishi kerak deydi. Fala taqrabuha, unga yaqinlashmanglar. Demak, inson o'zi bilan harom orasida bir masofa, maydon paydo qilish kerak. Mana shunga yaqinlashmaslik uchun haromni chegarasiga borib, haromga yaqin borib, mana harom ishni qilmayapman-ku deyishlik, bu himmati past insonlarning ishi bo'ladi. Xuddiki farz namozlarni o'zini o'qiyapman bo'ldi, sunnatni o'qish shart emas menga, sunnat-ku deydigan odamlarning ishiga o'xshaydi. Farzni o'zini o'qishlik bilan to'g'ri soqit bo'ladi bo'yindagi farz, lekin sunnatlar, mustahablar bor, fazilatli namozlar bor, afzal namozlar, tahajjudlar bor. Bularni o'qigan sari inson farzni mukammal bajaradigan bo'ladi. Xuddi shunday Ramazon ro'zasini tutishlik farz. Ramazon ro'zasini tutsa kifoya qiladi, ya'ni bo'ynidagi insonni
bo'yindagi farz soqit bo'ladi. Lekin har oy 3 kun ro'za tutsa yoki dushanba, payshanba ro'za tutsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam fazilatli deb aytgan oylarda yoki o'sha kunlarda, masalan Zulhijjaning 10 kunligida ro'za tutsa, Muharram oyida ro'za tutsa, Sha'bonda ro'za tutsa, Ramazon ro'zasini mukammal tutadigan bo'ladi. Ramazon ro'zasiga o'zini tayyorlaydi. Shuning uchun mustahab amallar, sunnat amallar farzni mukammal qiluvchi amallar. Farzni eng mukammal tarzda ado qilishligini ta'minlovchi amallar. Farzni o'zi bilan kifoyalanmaslik kerak. Xuddi shunday haromdan saqlanish uchun haromga olib boruvchi yo'llarni ham to'xtatish kerak. Haromga olib boruvchi yo'llarni, shubhali narsalardan bemalol iste'mol qilaversa inson, harom narsalarni iste'mol qilishi oson bo'ladi. Shubhali savdolarni qilaversa, harom savdolarga kirib ketishi oson bo'ladi. Shubhali narsalarga qarashdan ko'zini tiymasa, haromga qarashda inson hech qanday bir orlik sezmaydi. Haromga qarashda hech qanday bir haraj, tanglik sezmaydi inson. Bemalol haromga nazar solaveradi. Inson vaqtini behuda o'tkazishi mumkin emas. Vaqtni behuda o'tkazadigan bo'lsa, telefonda o'yin bilan, kulgu bilan, boshqa bilan yoki shunchaki gap so'zlar bilan, oddiy muboh gaplar bilan ham vaqtini zoya ketkizsa, undan keyin tuhmat bilan, bo'hton bilan, g'iybat bilan o'tkazishi oson bo'ladi insonni. Ya'ni harom ishlarga kirishi oson bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz, ustozlarimiz, ruhiy tarbiya olimlari aytishadiki, ba'zi mubohlardan saqlanishlik kerak deydi. Istiqomatda turmoqchi bo'lgan kishi, to'g'ri yo'lda turmoqchi bo'lgan kishi ba'zi bir muboh ishlardan ham saqlanish kerak. Muboh u ish, lekin shundan ham saqlanish kerak. Saqlanish kerak deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni aytdik hadislarni. Famanittaqosh shubuhat dedilar, o'sha boyagi yuqorida aytilgan hadisda. Famanittaqosh shubuhati faqad istabra'a li dinihi va irdihi. Kim shubhalardan saqlansa dedilar, u dini va o'zining or nomusini saqlabdi, pok saqlabdi dedilar. Dinini pok saqlabdi, dinini mukammal saqlabdi. Dinini har xil tuhmatlardan, bo'htonlardan, diniga nuqson yetishlikdan sog'lom, salomat holatda saqlabdi dedilar. Kim shubhalardan saqlansa, o'zini ham obro'yini saqlabdi, odamlar oldida ham har xil nuqsonli ko'rinmaydi, odamlar oldida ham har xil dashnomlardan saqlanadi. Xuddi boshqa bir hadisda aytganlaridek, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, har xil tuhmatlar qilinadigan, har xil ayblovlar keladigan o'rinlarda turmasin dedilar. Garchi bu zaif hadis bo'lsa ham, lekin fazoilul a'mal, go'zal amallarda olinadigan hadis. Fala yaqifanna mawaqifat tuham, tuhmatli o'rinlarda turmasin. Qaysidir bir ish, qaysidir bir narsani ichyapti, qaysidir bir ovqatni yeyapti yoki qaysidir bir oshxonaga borib ovqatlanyapti. U oshxonada har xil ishlar bo'ladigan oshxona. Hammaga mashhur bo'lgan oshxona. Garchi o'sha yerda borib halol ovqat yeb chiqayotgan bo'lsa ham, odamlar nima deydi? Deydi, bu tolibi ilm deydi, yoki namozxon inson deydi, yoki ahli ilm deydi. Mana shu joyga kelib, shu joydan chiqyapti, men ko'rdim deydi. Birinchisi shunday deydi, ikkinchisi aytadiki, o'sha yerga kirib o'ynadi deydi. Uchinchisi yana boshqacharoq qilib aytadi. O'zim ko'zlarim bilan ko'rdim deydi. Ko'rmagan bo'lsa ham. Tuhmat o'rinlari ular. Biz o'zimizni, dinimizni ham, obro'yimizni ham saqlashimiz kerak. Boshqalarni har xil gaplardan saqlashimiz kerak. Ayniqsa hozirgi zamonda. O'lib ketmaydimi, nima desin, men o'zimni yo'limda to'g'ri deya olmaysiz. Garchi muboh bo'lsa ham o'sha joyga kirib siz halol ovqat yeb chiqishligingiz muboh bo'lsa ham, lekin odamlar har xil o'ylamasligi uchun, mana domla kiryapti, endi biz kirsak bemalolda deb o'ylamasligi uchun, biz o'zimiz uchun, dinimizni saqlashlik uchun, musulmonlarning nomini har xil gap so'zlardan saqlashlik uchun, bulg'amaslik uchun shunday joylardan saqlanishimiz kerak. Demak, istiqomat shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Seni shubhalantirgan narsalarni shubhalantirmaydigan narsalarda tark qilgin deydilar. Ya'ni shubhalangan narsangni tark qilgin, garchi uni aniq hukmini bilmasang ham.
aniq haromligini bilmayotgan bo'lsang ham ozgina shubha paydo bo'ldimi u haqda, uni tark qilgin, shubhalanmaydigan narsalaringni qil. Shubhalanmaydigan narsalar keng, bu maydon ham keng-ku, halol, ochiq oydin halol narsalar. Shubhali narsaga kirib, ya buni haromligi aniq emas-ku, shuning uchun qilyapman degandan ko'ra, halolligi ham aniq emas-ku, shu uchun to'xtadim, shu uchun undan saqlandim deyish kerak. Mana bu istiqomat yo'li. Istiqomatning yo'li shu. Istiqomat to'g'ri yo'l shu. Dinimizga g'ayratli bo'lishimiz kerak-da. Dinimiz uchun g'ayratli bo'lishimiz kerak. Vaqtimizni qizg'onishimiz kerak. Vaqtimiz har bir daqiqasi bizni umrimiz bu. O'tib ketyapmiz. Bu bizni zararimizga ishlaydi agarda uni foydamizga hal qilmasak. Har bir daqiqamiz umrimizni yeb ketyapti. Ajalga qarab yaqinlashtiryapti va sinov muddatimiz tugayapti. Alloh taologa yo'liqamiz. Ertami kechmi boramiz Allohning huzuriga. Yaqin kunlarda kullu atin qarib, har bir keluvchi narsa yaqin deganlaridek, yaqin kunlarda ajalimizga yo'liqamiz. Alloh taoloning huzurida hisob kitob uchun boramiz. Bu dunyoga shu uchun kelganmiz. Haqiqati shu bu dunyoni. Shu uchun imkon qadar istiqomatda bo'lib, agarda ba'zi bir amallarimiz bilan istiqomatdan chiqib ketgan bo'lsak, to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan bo'lsak, darrov tavba qilib, ayniqsa bu kunlarda, bu kechalarda tavbaga qaytib, istiqomatga qaytib, nima qilishimiz kerak? Bu yo'lda lozim tutishimiz kerak, bu yo'lni mahkam tutishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir sahobiy kelib so'radi. Ya Rasululloh dedi, "Qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." yoki ahadan g'ayrak. Bitta so'z ayting, bir gapni ayting. Men bu haqda sizdan boshqa hech kimdan so'ramay. Bir rivoyatda sizdan keyin hech kimdan so'ramay. Shunday bir gap aytingki, o'sha kifoya qilsin, menga butun umrimga kifoya qilsin. Butun umrim shu bilan gullab yashnasin, oxiratda ham baxtli bo'lay. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Qul amantu billah summa istaqim." Allohga iymon keltirdim deb aytgin, keyin shu yo'lda to'g'ri bo'l dedilar. Istiqomatda bo'l. To'g'ri yo'lda tur. Allohga iymon keltirdim degin, Alloh taolo nimani buyurgan bo'lsa, shuni qil. Alloh taolo nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytgin dedilar. Alloh taolo istiqomatdagilarni maqtab shunday oyat nozil qilgan. Innallazina qalu robbunallohu summa istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika. Alloh taolo ta'kidlab aytayapti. Batahqiq Rabbim Allohdir deb, ya'ni Alloh taolo meni Rabbim deb Allohga ibodat qilib, Alloh taoloni e'tirof qilib, keyin shu yo'lda mustaqim turgan, to'g'ri turgan odamlarga tatanazzalu alayhimul malaika, ular vafot qilayotganda yoki hayotlarida yo'q, maloikalar, farishtalar ularga nozil bo'ladi. Farishtalar ularni qo'llab-quvvatlaydi. Farishtalar ularning yoniga keladi. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu va la tahzanu. Qo'rqmanglar deydi. Mahzun bo'lmanglar. Hatto o'lishdan ham qo'rqmanglar. O'limdan ham qo'rqmanglar. Mahzun bo'lmanglar. Hech narsa yo'qotmaysizlar, balki sizlar endi o'lsangiz ham foydangizga. Sizlar vafot qilsangiz ham sizga foyda bo'ladi. Bu dunyodan yaxshiroq dunyoga ketyapsizlar sizlar. Istiqomatni foydasi bu. Alloh taoloning yo'liga turishni foydasi. Alla takhafu va la tahzanu va abshiru bil janna. Hali o'lmasdanoq farishtalar ularga bashorat beradi. Jannat bashoratini olinglar sizlar. Sizlarga jannat muborak bo'lsin. Sizlarga va'da qilingan jannat sizlarga bo'ladi. Sizlarga Alloh taolo jannatni beradi deb shu dunyoni o'zida vafot etayotgandayoq farishtalar bashoratni keltiradilar. Shuning uchun azizlar, istiqomatda mahkam turishimiz kerak. Imkon qadar biz bilamiz bu yo'lni. Biz o'zimiz yurgan, o'zimiz o'qiyotgan, o'zimiz aytayotgan yo'l bu. Bunga mahkam turishimiz kerak. Umar roziyallohu anhuni qarang. Umar roziyallohu anhu vafot etyaptilar, pichoqlandilar. Bilasizlar, Umar roziyallohu anhu qanday shahid bo'lganini. Namozda turib kelib orqalaridan pichoqlashdi. Vafot etishlarini bildilar. O'g'illari Abdullohni soniga oyoqlarini qo'yib yotgan edilar.
Turishga majollari yo'q. Qon ketyapti. Hatto suv ichirganda ichaklardan suv chiqib ketdi. Bildilar, tamom, endi buni davosi yo'q, ketadigan holat. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu yosh sahobiylardan u kishi kelib tasalli berdilar. Ya Umar, ey Amirul Mu'minin dedilar. Ey mu'minlar amiri, siz Rasulullohni ko'rgansiz, Rasululloh sizdan rozi bo'lganlar. Siz Abu Bakrni ko'rgansiz, Abu Bakr bilan yashagansiz, Abu Bakr sizdan rozi bo'lganlar. Deganda alhamdulillah dedilar, Rasululloh rozi bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq rozi bo'ldilar mendan. Lekin Alloh taolo rozi bo'larmikin dedilar. Alloh taolo rozi bo'larmikin mendan? Ey Abdulloh dedilar Abdulloh ibn Abbosga. Allohning huzurida meni foydamga guvohlik berasanmi? Allohning huzurida meni foydamga ana shu gaplaringni ayta olasanmi? Ha, ayta olaman deganda alhamdulillah, Allohumma lakal hamd dedilar. Ey Alloh, senga hamd bo'lsin. Bitta bo'lsa ham menga foydamga guvohlik beradigan odam bor-ku dedilar. Keyin Abdulloh ibn Umarga, o'g'illariga aytadilar, ey Abdulloh, meni boshimni dedilar, yerga qo'y. Oyog'ingdan olib yerga qo'y. Hatto boshlarini ko'tarishga majoli yo'q, faqat gapira olyaptilar xolos. Boshimni yerga qo'y. Alloh taolo meni shu tuproqqa belanib yotgan boshim va soqollarimni ko'rib, shoyat rahim qilsa dedilar. Umar roziyallohu anhu. Shunda Abdulloh ibn Umar oyoqlarini deydi, otamni oyog'ini sonimdan sal pastroqqa tushirdim. Oyog'imni ustiga turibdi, lekin sal xuddi yerga qo'yganday qildim. Yerga qo'ymadim. Shunda yana aytdilar, ey Abdulloh, boshimni yerga qo'y. Keyin yerga qo'ydim dedilar. Soqollari tuproqqa belandi, boshlari tuproqqa tushdi. Keyin aytdilarki, vayla Umar. Umarning holiga voy bo'lsin, illam yaghfirallohu lahu. Illam yaghfirillahu lahu. Agar Alloh taolo uni kechirmasa holiga voy bo'lsin. Holiga voy bo'lsin deb keyin kalima qaytarib dedilar, jonlari chiqdi Umar roziyallohu anhu. Mana shunday azizlar, umrni oxirigacha istiqomatda turgan odamlar bular. Bular jannat bashorati berilgan odamlar. Shuning uchun biz ham bularday, agar bularchalik, bular darajasiga yeta olmasak ham, lekin harakat qilishimiz kerak. Bizning salaf solihlarimiz, bizni peshvolarimiz, bizni o'rnak oladigan namuna insonlarimiz mana shu insonlar. Imkon qadar ro'zani mukammal tutaylik, imkon qadar bu oyda tavba qilaylik, imkon qadar o'sha o'z yo'limizga, ya'ni shariat yo'liga, istiqomat yo'liga qaytishga harakat qilaylik. Inshaalloh Alloh taolo barchamizdan qilayotgan ibodatlarimizni qabul qiladi. Qabul qilishini so'raylik Allohdan. Alloh taolo duolarimizni zoya qilmaydi. Alloh taolo barchamizni gunohlarimizni kechirsin, istiqomatda sobit qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.